energiya yetmasdi menda har doim. Aha. Qattiq ekanman energiyamni. Aha. Imенно agressiyalarimdan energiyam Voy. shu abidalarimdan ichimda yig'ilib qolgan. Chunki tunimni o'zimda xato qilib Hatto yashaganman. o'zimda xato yo'ligini anglab qoldim-da. Aha. Ikkinchi qismimizni davom ettiramiz. Vyetnam retriti. Bu faqat Vyetnam retriti bo'lmayapti. Rosa foydali ma'lumotlar. Ayni kunda ko'tarilib turgan mani o'zim mutlaqo yangi nima oldim. Voy, haqiqatan ongli ajrashibdir. Yopishyapman, imkon ber, unga ham, o'zingga ham imkon ber. O'zing ham hozir tajribadasan-ku, haqiqatan ham. O'zing anglolmayapsan, nimani undan talab qilyapsan. Shoshilasan, qayerga buncha shoshilasan. Shoshilganim bu hayotimga ham tortib ketibdi-da. Mana men как mijoz bo'lib beray. Hayotimga ham tortib ketib shoshish yashamayapman-ku bunda. Yashamayapman-ku. 90% inson mana shunaqa ongda yashaydi-da. Davom etamiz-a, Diyosh. Marhamat. Yana tugatib qo'yaman. Transformatsiyalar bu to'xtashi kerak degan emas-da. Da. Transformatsiyalar u har doim bo'ladigan narsa. Rosa davom ettirish kerak transformatsiyalar bilan ham. O'zingiz hozir qanday seva olsangiz, qo'lingizdan kelgancha sevgini berib, yongan narsalaringiz orqasidan ketishga. Turmush o'rtog'ingiz yoningizda zanjir u. Siz avtomatik o'zini yongan narsasini topa boshlaydi. Endi anaqa bo'yicha bo'layaptilar. Haqiqatan turmush o'rtog'im onga kengaytirish va hamma narsaga juda ham keng ildiziy qarashni o'rgatsalar, men har qanday bo'lib o'sha qudratiga ulanish mumkinligini yetkazmoqchiman-da. Aha. Har qanday deganim, masalan, mishranim buncha bo'qi. Har qanday deganim bu e'tirozi bilimdonligimizda emas, bizning kuchimiz. Bizning bilimdonligimizda emas, kuchimiz hattoki Buni anglash qiyin-da, ayniqsa kibrli insonlar uchun. Ha, no, ma 99% narsani bilmayman, 1% narsani bilaman. Даже 999% narsani bilmasdirman dunyoda. Bu tugamas u, Xudoning sir sanati tugamas, u anglash bo'lib kelaveradi. Agar o'ziga ulangan bo'lsa, o'ziga bu bilimlar kelaveradi. Lekin yoki anaqada emas gap, qudratim mani qanchalik yaxshi yoki yomon insonligimda yoki vibratsiyamda ham emas. Vibratsiyada ham emas, hamma yopishib olgan vibratsiya. Yo'q. Har sekund siz qanaqa vibratsiyasi pastmi, balandmi, bilimdonmisiz, umuman bilimlaringiz esingizdan chiqib ketdimi, tam любой sekund, o'sha sekund siz Xudoga ulanib, o'sha anaqangizda qudratingizda yaratishni boshlashingiz mumkin. O'sha hayotingizda har xil qiziqarli sohalar bor yaratilgan. Oilada siz qudratingizni his qilasiz, qaysi bir oilada sevgi yaratasiz, oilada muhit yaratasiz, turmush o'rtog'ingizla munosabat yaratasiz. Agar bunga yonmay turibsizmi? Kasbingizda sevgi yaratasiz. Любой moment o'sha payt men hozir shu o'zimni shu to'liqligim bilan, to'liqlik degani imенно har bitta shu holatimdagi o'zim bilan anaqa qilsam, yuzlashib, ulana olsam, men har doim anaqa yaratishga kuchim bo'ladi, qudratim bo'ladi. Kuchim mingcha bo'lsa ham shu narsani bunga kelishga men o'zimdan o'tgan praktikalar menga yordam bergan, mana shunaqa narsalarni berishni yaxshi ko'raman-da, o'shanda kuchini his qilib olaman. Ozroq bo'lishing shu haqida. Misol uchun, birinchisi bu soyalar bilan, inson soyalari bilan ulanish. Soyamizda juda ham ko'p-da bizning kuchimiz, bekitib qo'yilgan kuchimiz, xazinamiz yotadi. Masalan, siz ham agressiyaga kiramiz-ku uyda. Xo'p. O'sha agressiya bilan gaplashib ko'ring. O'sha agressiya aslida prosta eshitilmagan latofat. Voy, agressiya bilan gaplashib ko'ring desangiz, haqiqatan ham prosta ishlaymiz praktika qilib, haqiqatan u bilan gaplashib ko'rish. Agressiyani eritishga, masalan, yo'q qilib tashlagimiz keladi-yu, yo'q. Agressiyani biz nabarot gaplashib davay. Sen asl nima xohlayapti? Asl uni xohishi oddiy bo'ladi. U bergisi kelayotgan bo'ladi. Nimadirlar yaratgisi kelayotgan bo'ladi bechora. Rostdan ham haqiqiy o'zim agressiyam-ku, haqiqatan ham. Endi bunday olganda chiqazmoqchi bo'lgan energiyamiz-ku rostdan ham. U nurlanadi. Yopishga o'rgatilgan. U
umuringiz yo'qda yoki e'tiboringiz yo'qda uni man emasman, buni nimadir qilish kerak hozir. O'zimga kelishim Ya'ni noto'g'ri. Voy, qarang. mana shu agressiyalar bilan raqslarga endi raqs обязательно Erkak raqs qilamiz-da, u bilan keyin. Glubokий bo'ladi u yoqda. U yoqda именно insonni o'zini har bitta soyasini his qilib, gaplashib, uni kuchini ochish energiya yetmasdi menda har doim. Qayerda ekanman energiyam debdim-da. Energiya degani bu ko'p narsadan yaratgisi keladi, energiyangiz yetmaydi, charchab qolishiga, tushkunlikka tushib qoladi. Именно agressiyalarimdan energiyam Voy. shu abidalarimdan ichimda yig'ilib qolgan. Chunki hammasi yillar davomida yuza ko'rmagan, ruxsat berilmagan emotsiyalar yo'q. Bu ham energiyada. Prosta ularni sevgiga yo'naltirish mumkin. Faqat ular bilan o'sha raqsda o'sha agressiya raqsi man hech qachon ashula aytmaganman deylar topat, chunki ashula yo'q anaqa. Mani rodimda mumkin emas. Ovoz yo'q degan narsa. Lekin agressiyamga ulanib, ichimdagi shu og'riqlarim ashula aytganda operaning pevitsa bo'lib ketdim. Siz Roshanga Biz eshitamiz-da. Biz eshitamiz-da, shu aytganlar. Yo'q, u paytda Roshan siz oldingiz hali ochilmadi unaqa ashula aytishimga. Imенно anaqa soyalarim bilan raqsga tushganimda ularning ovoz chiqadi. Ovoz oriydi-yu. Kulayotganing boshqa narsa kulyapmadi. Ha, bo'ldi, tushundim. Kulayotganingiz. Tomog'ingiz oriydi-yu, ashula aytsangiz. Lekin ichingizdan chiqsa hech qachon tomog'i og'rimas ekan, charchamas ekan. Man bildim, agar hamma narsa hayotingizda o'zingiz bilan ulanib ichingizdan chiqarsangiz, hech qachon charchamaysiz. Chunki u sizni prirodniy kuchingiz chiqyapti-da. Вот, keyin ikkinchi soyalardan tashqari rosa shunga anaqa qilaman, urg'u beraman, chunki men o'zimda xato yo'ligini anglab qoldim-da. Xato qiramda. Chunki butun umr o'zimda xato qilib yashaganman, tanqidchi diyoramanda anaqa edi. Har bitta nimadir gapirdim, yomon gapirib qo'ymadimmi, ko'nglini og'ritib qo'ymadimmi, ne to narsa qilmayapmanmi, bu yomon-da, insonni charchatadi narsa. Yo'q, bildim, что har birinchidan boshqa insonni separatsiya bo'ldim. Ikkinchidan o'zimni полный har bitta anaqam qadam o'zini xizmati borligini tushunib qoldim. То есть noto'g'ri anaqa yo'q. Noto'g'ri bitta ham qirra yo'qda. Amalga namoyon bo'lgan. Bizni missiyasi bor shu yonidagi odamlarga. Bo'tgan separatsiya, bu ham вообще bilmayman. Uni qanaqa tarzda bajaramiz? Separatsiya hammasi o'sha rollar bo'ladi. Bu ota-ona bo'ladi, ota-ona ham ishtirokchilar, ota-onangiz bo'ladi. Voy, juda qiziqarli bo'lar ekanda. O'zim qiziqib ketyapman. U narsani tana orqali bajarsangiz, uni raslaniya separatsiya haqida o'qisangiz, bu boshqa narsa-da. Lekin uni tanangizda yashab o'tsangiz, u amalga oshadi, tushunasizmi? U narsa mana shu dunyodan rossaligamizga qo'rqamiz-ku. Dunyoni qarama-qarshiligidan, nafratidan, o'y-xayolidan. Nomer 1 strah deb o'ylayman shu. Da. Odamlar fikridan qo'rqish, odamlar hislaridan qo'rqishda, negativ hislar. Bu dunyoda separatsiya bo'lmagan inson. Hislar, ota-onasining hislaridan birinchi navbatda separatsiya. O'y-xayol, bu hammasi chambarchas bog'liqda. Bizning tanamiz aynan o'sha o'y-xayol, his-tuyg'uda ma'lum bir shakllangan, ya'ni molekulyar tarzda DNK hujayralarimizda bu programma nazarda bor. Inson bundan chiqish uchun onga ko'rish kerak-da, ya'ni boshqa narsa borligini, boshqa narsani his qilib ko'rish kerak. Rostdan ko'rish kerak. Agar uni u hayotiga kiritmasa, men kitob o'qisin, men kimdir unga gapirsin, toki u narsani u o'zi yashab o'tib o'sha hujayralari bilan men bu his qilmaguncha u narsa uniki bo'lmaydi. Voy. Misol uchun mana biz gapirganimizda misol uchun ana jiz etadi-yu nimadir. Va, mana shuni his qildim deb. O'sha bu energetik biz o'sha hujayralarimizda o'zgarishlar boshlaydi. Bali retriti uchun mana ko'p insonlarni taklif qilib, reklamalar qildingizlar. Undan keyin O'zbekistonga kelgandan keyin tog'da retrit qildingizlar. Juda ham ko'p inson bor edi-da. Juda ko'p inson bor edi. Bizani oilalarimizda ham borgan, oilalarimizda retritda kirmadi, nimalarda o'tirgan edi-da. Orqalaringlardan juda katta energiya borganda-da. Men birinchi marta men xayollarimda o'ylab yurardim-da, oila timsoliga, misol sizlarda o'ylab yurardim. O'sha timsolni haqiqatda hayotda mavjudligini sizlarda ko'rdim-da. Mana arxiy aytdilar-ku, mana shunaqa bor deb. Keyin men bolalarim ko'p kasal bo'lardi, men
o'ylab yurardimda, nahot shunaqa hayot bormikin? Bolalaring oyoq yalang chopib yursa ham, hozir 1 yoshli o'g'lim sizni duxingiz bilan muz yeydi. 1 yoshli o'g'lim. Lekin meni oldin 7 yoshli qizim ham, birinchi farzandim, sizlar hayotimga kirmaslaringlar turib muz qaymoq yegan emasda, 7 yosh, 10 yoshgacha. Onani straxidan-da bu, hozir farqi yo'q. Men xohlaymanki, juda ham ko'p inson bu bilsin, faqat ertaklarda mavjud emas. O'sha ertaklaringizga ishoning va hayotda bor shunaqa insonlar. Lekin sizdan ham bitta qadam kerak bo'ladi-da, insonni o'zidan ham qadam kerak bo'lar ekanda. Bizning mentalitlarning o'ziga xosligi avvalambor bizning ikkalamizda. Ya'ni bunaqa menimcha O'zbekistonda hali master yo'q. Yo'q. Er-xotin, erkak-ayol sifatida mana shu umumiy ruhiy rivoj bo'yicha, oiladagi rivoj bo'yicha qanaqadir bilim, tajriba bilan bo'lishadigan. Ya'ni balki bordir, lekin biza tarzimizda, biza berayotgan shaklda beradiganini men ko'rmadim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu ya'ni Vyetnam retriti bo'layotgani, bu ya'ni bu O'zbekistondan uzoqda, O'zbekiston matritsasida chiqqan. Retritda bo'layotganda birinchi 3 kunda ya'ni matritsadan chiqqani uchun inson sof holatga keladi. Ya'ni yangi bilimlarga, yangi tajribalarga, mana shu ongi o'zi kengayishni boshlaydi. Sizlar juda ko'p chiqqansizlar-da, sababi da. Bu ularga yordam beradi. Mana shu o'zini kengligini his qilib olishga, yanada kengayishga. Ya'ni nafaqat biza erkak ayol sifatida bilim tajriba bilan bo'lishamiz. Mana shu chet elda bo'layotgani, tabiatda biz shunaqa zo'r joy tanladik. Tabiati zo'r, sokin joy. Insonni o'ziga ulab berishi, o'sha ongini kengayishiga yordam xizmat qiladi. Va diyori orqali mana diyor aytgandek, o'zini ichki o'sha har bitta qirrasini tan olsa, Yaxshi ko'rib olsa. Yaxshi ko'rib olsa, bu ayol sifatida-da man tomonidan u mana shu ong kengligini oladi. Erkaklarni tan olishni oladi. O'zini mana shu ichki xotirjamligiga ulab beradi. Ya'ni mana shu qirralarimiz bizada o'sha o'zim retritimizning o'ziga xosligi, kuchli tomoni deb bilaman. Shuning uchun mana shu ya'ni. Sodda tilda gapiradigan bo'lsak. Men aytib o'tamanki, demak bularga mijoz oddiy ayol sifatida aytib o'tamanki, bularni har yashab o'tib bo'lib har bir aytgan gaplari hali biza endi qadam qo'yayotgan bo'lamiz o'sha etapga. Biza uchun qanaqadir qo'rqinchli, og'riqlidek tuyulib qolar ekanda, lekin yoningda shunaqa nima deydi, ishonchli ham erkak ham ayol inyang masterlar bo'lganida o'tish juda ham osonlashadi. Va yana ham bular bunaqa nima deydi, o'sha kibrini ko'rsa, nima deydi, o'zini kontrol deydi, endi nima deydi bu masterlar tilida, yumshoq tarzda sizga yetkazib bera olishadi, qo'llab-quvvatlash har bir tomonidan bemalol qo'rquvga kirmasdan borsa bo'ladi. Va o'zim ayol sifatida aytamanki, o'zingni yopib yoki pulni tejab yoki shunaqa bir ajoyib imkoniyat Xudo qo'lingga tutib turganida olmaslikka o'zi nimadir bahonalar topish, bu shunchaki o'zini aldash, shunchaki yolg'on gapirishligini anglashni boshladim. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Albatta o'zim ham yonib portlab ketdim, o'zim ham boraman deydi-ku. Hamma ma'lumotlarni mana shu telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Hammasi haqida ma'lumot beramiz. Albatta Telegram, Instagramlariga obuna bo'lib qo'ying. Arxiv va Diyorani. Latofat bilan blogida bundan ham zo'rlar bo'ladi. Rahmat.